Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 2025-yil 22-mart Ramazon oyining 22-kuni kecha o'laroq 23-kechaga kirib kelyapmiz. Bugun Qadr kechasi bo'lib qolishi ham mumkin. Bu kechani Juhaniy kechasi ham deyiladi. Bunga sabab Abdulloh ibn Juhaniy bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib, "Ya Rasululloh, men cho'lu biyobonda yashaydigan odamman. Chorva hayvonlari ko'pgina odamman. Men doim masjidga kela olmayman. Shuning uchun menga faqat bir kechani ayting, ana shu kechada kelib tonggacha masjidda bedor qolaman" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam senga ikki kechani aytaymi deganlarida, "Yo'q, men faqat bir kecha kela olaman" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaqinroq kelganda turib quloqiga pichirlab aytdilar. Va odamlar aytishdiki, Abdulloh Juhaniyga qarab turdilar, o'sha kishi kirib kelgan kecha Qadr kechasi bo'ladi deydi. Va 23-kecha Abdulloh Juhaniy masjidga asrdan kelgan hayvonlarni yetalab kirib keldi va tonggacha masjidda qoldi. Va yana boshqa o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan u kishi so'raganida, u kishi aytdilarki, 23-kecha kelgan. Mana shu kecha Qadr kechasi bo'lishga yaqinroq deydilar. Bundan kelib chiqadiki, inshaalloh bugun ham 23-kechaga kirib kelyapmiz. Qadr kechasini topganlardan bo'lish ehtimolimiz bor. Bu narsani, bu fursatni qo'limizdan boy bermasligimiz kerak. Yana bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlardim. U kishi chorva hayvonlarini tashlab ketishga ishonadigan joy yo'qligi uchun, ishonadigan odam yo'qligi uchun masjidga yetalab kelib, masjid hovlisiga olib kelib qamadi. Bu narsaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarshilik bildirmadilar. Bundan kelib chiqadiki, hayvonlarning ham kirishi mumkin bo'lgan masjidlarga hozirgi kunda bizni yosh bolalarimiz masjidga kiritilmayapti. Mana shu tushunchalardan mahrum bo'lgan insonlar, mana shu narsalardan bebahra insonlar bizim bolalarimizni masjidlardan qaytaryapti. Allohga duo qilaylik. Ularning haqqida ham duo qilaylik. Alloh ularga insof bersin, isloh qilsin. Yaxshiligini xohlasa yaxshilik, yomonligini xohlasa Alloh taolo bir yomonlikka duchor qilsin. Kelasi yil Ramazonlarda mana shunday dilxiraliklardan xoli holatda masjidlarimiz yosh bolalarga to'lib toshib fayzli holatda o'tishini nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.